Odamlar misol uchun nafaqat meni, boshqa blogermi, hashamatni ko'rsatadimi, misol uchun mandami, farqi yo'q. Agar o'zini yomon his qilsa, bu uni aybi. Nimaga? Chunki bu hissiyot menda ham bo'lgan. Aytvaman-ku, men Instagramni oddiy holda, oddiy oila bo'lib, oddiy oiladan oddiy qiz bo'lib boshlaganman. Men ham hashamatni ko'rganman, kimdir uspexlarini ko'rganman. Oddiy blog raqobatida kimdadir zo'rroq auditoriya yig'ilayotganini ko'rganman. Ba'zida o'zim yomon his qilganman mana. Nimaga unda bo'lyapti, menda bo'lmayapti? Nimaga ularda mana shunaqa masalan mashinasi bor, menda yo'q? Men uyi bor. Bir muddat bu narsalarni men ham his qilganman. O'sha paytda o'zim ham blogerman-ku. Menga nisbatan mana shunaqa nimadir qo'ysam, unaqa narsa qo'ymang, kimdir ko'yni og'rib qolishi mumkin deganda, keyin o'ylab qolganman. Ko'yni og'rib qolishi mumkin. Men ham boshqalarni ko'yni og'riyapti, lekin bu ularni aybi emas-ku, meni ko'ynim og'riyotgani. Bu asnovnom havas bilan emas, ko'proq bizni hasad bilan qarashimizga bog'liq ekan deb o'ylab qolganman.